O'rtoqlar, assalomu alaykum. Iltimos, srochin iltimosim bor. Menga operatsiya qilish kerak ekan. Bugun hayit kunida so'rayapman. Endi biroz ehson tariqasida iloji bo'lsa, imkoni bo'lsa operatsiya qilish kerak ekan. Meni bo'ynimni, belimni 20 yildan beri singan ekan. Endi shu dereja deb anaqa sal endi menda doktorlar ayb yo'q. Men garantiya beraman o'zimda. Shunga operatsiya qildirmasam tomirlarga o'sha bosyapti. O'sha nerv kinolardan jinni bo'lib qoladigan bolalar shunaqaga aylanib, rostdan shunaqaga aylanib, yaqinlarim xafa qilib qo'yaman. Uyimni sotguncha, olib qo'ygan kinoyimni chiqarguncha o'sha 3-4 oy o'tadi. Men o'sha chidolmayman. Shuning uchun menga bir $50,000 kerak. Bir sim tabassum qilib, iltimos, yoninglar sog' bo'lgur. Iltimos, agar imkoni bo'lsa, mana shu kartalarim kelinglar. 1000 bor uyatdaman, ya'ni boshqacha tushunmanglar. Alloh qo'monatsa yurganlarim biz balli ishi bilan o'ynab kulib yurgan ekanman. Rahmat.